Nihoyatda taqvodor bir yigit bo'lib, u kichik bolalarga bakmu amroq edi. To'y qilib bolaliq bo'lish uning birdan-bir orzusi edi. U bir qiz bilan uylanmoqchi bo'lib, uning uyiga elchi avatdi. Qiz taraf ma'qul bo'lgandan keyin yigit bakmu xursand bo'ldi. Yigit ma'lum bir shirkatning to'van maoshliq buxgalteri edi. Qiz yigitga ma'lum bir import-eksport shirkatining buxgalteriga ehtiyojli ekanligini hamda yuqori maosh beradiganligini dedi. Yigit xushal bo'lib, darhol u shirkat tarafga qarab yo'lga chiqdi. U yuqori maoshliq yangi xizmatining xushalligida yo'lni kesib o'tish jarayonida tuyuqsiz tez suratlik bir mashina yigitni so'qib etdi. Mashinani bir qiz haydagan edi. Yigit hushiga kelganda o'zini doktorxona karvetida ko'rdi. Uning o'ng puti sunib ketgan bo'lib, gaj bilan qotirilib, tengib qo'yilgan edi. Yigit yangi xizmat va to'y ishini kesib etgan bu musibatga sabr qilib, shu hamon inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ya'ni biz Allohga mansubdirmiz. Biz Allah tarafga qaytquchilarmiz dedi. Bir ozdan keyin yigitning yeniga nihoyatda chiroyli bir qiz bir dasta qizil gul ko'targunicha kirib keldi va yigitga: "Meni kechiring. Men sizning bu holga tushib qolishingizga sababchi bo'ldim. Siz yo'ldan kesib o'tayotganda men mashinani tormozlab ulguramadim", dedi xijil bo'lgan holda. Yigit bu ishda o'zining musavvalligi borligini aytib, qizni yeniklatib qo'ydi. Yigit to'y qilmoqchi bo'lgan qizni o'ylab, uningga telefon qildi. Qiz darhol doktorxonaga yetib keldi va yigitning holini ko'rib, bir eg'izmo gap qilmasdan kayniga o'rilgunicha chiqib ketdi. Oradan uzun o'tmay yigitning telefoniga uningdan qisqa uchur keldi. "Kechiring, men siz bilan hayot yo'limni davomlashtirolmoqdekman. Menga bir to'y taklifi qo'yib keldi. Ota-onam meni uning bilan to'y qilishga qistavotdi." Bu xatlarni o'qiyotgan yigitning yonida turgan shofir qiz yigitning ahvoliga qarab, ichinib ko'zlariga yosh oldi. 2 haftadan keyin doktorlar yigitning chaqliq o'rindiqda menishiga ruxsat qildi. Shofir qiz yigitdan ayrilmay, uning holidan xabar oldi. Yigitning holini ko'rgan ona nihoyatda g'amkin bo'lib, mundoq deb duo qildi: "Ey Parvardigorim, o'g'limga rahmat qilgin. U xizmatidan ayrilib qoldi. Uni loyiqi tashlab ketdi. Bir puti bosmas bo'lib qoldi." O'g'il onasiga tasalli qilib: "Ana, qayg'urmag'in. Balki buningda bir hikmat bordir", dedi. Shofir qiz yigitni har kuni degidek yo'qlab turadi. Bu jarayonda yigitda o'zini so'qiyotgan qizga qiziqish paydo bo'lgan edi. 6 oy o'tgandan keyin yigit yo'l yuraligidek bo'ldi. Do'stlarining biri uningga burunqi to'y qilishga putishgan qizning allaqachon qo'shnisining o'g'li bilan to'y qilib bo'lganligini, lekin u qizning tug'mas chiqib qolganligini aytdi. U bir kuni gazet o'qib etib, 6 oy ilgari o'zi izlab bormoqchi bo'lgan import-eksport shirkatining qarzga bo'g'ilib vayron bo'lganligini ko'rdi. Yigit o'ziga kelgan bu musibatlarda yaxshilik borligini bilib, Allohga shukr etdi. Bir kuni yigit shofir qizga to'y taklifi qo'ymoqchi bo'ldi-yu, ammo rad qilinishidan ansirab eg'iz ocholmadi. Dal shundoq kunlarning birida qiz yigitni yo'qlab keldi va "Meni nikohingizga elishni xohlamsiz?" degan qizining ovozini anglab quloqlariga ishonmayla qoldi. Qiz so'zini davomlashtirib mundoq dedi: "Siz buningdan keyin dadamning shirkatida mudir bo'lib ishlaysiz. Butun ishlaringiz ishxona ichida bo'ladi. Sizdan ko'p harakat talab qilinmaydi." Yigit javob bermasdilla shukr sajdasi qildi. Yigit bu hikmatlik hodisidan hayron bo'lib mundoq dedi: "Ey Allohim, sen nima degan mehribon ha? Agar bu hodisa yuz bermagan bo'lsa, men heliqa vafosiz, shaxsiyatchi bir qiz bilan to'y qilib, baxtsiz bo'lganning ustiga farzand yuzi ko'ranmaydi ekanman. Yana texi xizmatimdan ayrilib qoladi ekanman. Men hozir nihoyatda yaxshi xizmat va hur parilardek chiroyli bir qiz oldimda turibdi. Payg'ambar alayhissalom nima degan to'g'ri aytgan ha? Bir bandaga musibat yetganda biz haqiqatan Allohga mansub. Biz Allohning dargohiga qaytquchilarmiz. Ey Alloh, menga kelgan bu musibatni ajr savobga aylantirgin. Menga burunqidanmi yaxshiroq ne'mat ato qilgin desa, Alloh uningga ajr savob ato qiladi va burunqidanmi yaxshiroq ne'mat beradi.